Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlarga ajoyib yangilik emas, ajoyib bir mo'jizaga o'xshagan narsani ko'rsatmoqchimiz. Asli tabiatda o'zida bor narsa. Bu yerda o'simlikning o'zi kasalliklarni yengyapti, immunitetni yuqorilash hisobiga. Bunga biz issiqxonada Qizilolida ko'rgandik-da, Ma'mudlar Ulug'bek aka. Mana Ulug'bek aka yaxshi tanisizlar. Mikrobiologik dori tayyorlash bilan shug'ullanadilar. Bizga uncha-muncha mahsulotlar qilib berib turganlar doim. Bugun Ulug'bek akaning taklif bilan keldik. Shu joy haqida tushuncha berib o'tsangiz, Ulug'bek aka. Hop, yarim gektar joyga bodring ekilgan. Hop, tegun solingan. Keyin ustida mana bitta kapelnisi bor. Biz o'zimiz chiqazgan tuproq amalgan mikrobiologiya berilgan. Ko'proq berilgan. Mikrobiologiya berilgandan go'ngi parchalab oziq o'zlashtirishini yaxshilagan hisobiga o'simlik yaxshi o'sdi. Hop, endi bunga tushadigan soxta unshudring kasallar umuman tushmagan. Mana bizning atroflarimizda go'ngan berilgan joylar ham bor, boshqa joylar ham bor. Bodring deyarli qolmagan. Bu ukam bilan baravar ekilgan, bu yerga yergi bilan baravar ekilgan, umuman qolmagan. Bu shu jarayonda ham hozir Toshkentga nisbatan bu ochiq joy salqinroq, havo me'yori pasaygan bo'lsa ham normal yaxshi hosil beryapti. Keyin bu yerga yana bitta qiziq joyi, o'sha zaharli yemagandan keyin, ekologik qaralgandan keyin bu teridan bodringchi ayollar boshqa joylarda ham dalada ham ishlaydi. Bodring yeb ko'radimi? Bu yerga kelganda buni bazasi shirin deb aytyapti. Oldin karom ekanimizni ham tuzlamachilar kelganda karom olib yerardi. Sizlarniki sorti boshqacha ematardi. Bir xil sort olardi, lekin mazasi shirin bo'ladi. Bari ekologiki tabiiy mazani beradi. Ha, albatta. Endi buni yana ko'p narsalar bor, hozir hammasini tushuntirsa vaqti ketadi. Mana o'simlik o'zi to'g'ri oziqlanish hisobiga mana immunitet ko'tarilib, kasallik hasharotga qarshi kurashgan. O'zi anaqasi immunitet bilan. Umumiy dunyoni anaqasida olinganda organiskidan ham yuqori turadi narsa. Organiskiga baribir hasharot tushadi. Biologik dorilar sepiladi, hasharotlar qo'yiladi. Kasallik shunaqa. Kasalliklarga bunga biologik dorilar sepiladi. Organika degani odamga zararsiz dorilarni sepish texnologiyasi deyilgan. O'shaning hisobiga zararsizroq olib chiqadi. Bunda undan yuqori, bu o'zining immuniteti bilan yuqori. Bu regenerativ organik dehqonchilik deyiladi. Zamanaga tarjima qilingan qisqaroq. Mana shu texnologiya. Xohlovchilar bo'lsa, mana o'zingizlar mazasini ko'rdingiz, bemalol taklif qilishingiz mumkin. Hozir bugun chisda necha? 26-sentyabr sanasida olinyapti. Kunlarcha salqinlashib qoldi tag'in. Shunda ham yaxshi hosil bo'ladi. Mana ishdan hozir 1 tonna 200, 1 tonna 300 hosil chiqadi 3 kunda. Hosildorlik mana. Ani kundagi sal Zamirskada ani kun qor yog'i anaqasi salqin bo'ldi. Sal rang anaqa qo'yib qo'ydi. Mana yana ko'klab chiqib 8 kilo, 9 kiloga tushib qoldi. Hozir 1 tonna 200 chiqadi har 3 kunda. Yana ko'paydi. Tashlaganda mana tochka rostda ham chiroyli o'sish. Anaqalar ham mana yangi naysalar ham mana ko'paydi mana hosildorliklar bor. Mana qara. Mana bitta hosilda 3 talar. Mana keylarda hali mana 4 ta. Mana aka. Mana ko'rasizmi? Bir terganda 2 kilo, 3 kilolar ham serilyapti, bir xil yaxshi berganlar. Bu yerda hosildorlik hammasi u ikkinchi etapga o'tadi. O'simlik o'zining bu oziqa balansi to'liq yaxshi bo'lgani hisobiga yengyapti. Bu hosilida anaqasida ham, mevasida ham oziqa balansi zo'r bo'ladi. Yegan odam ham anaqa qiladi. Foydali bo'ladi. Shuning uchun bu organik mahsulotlarni tepa yuradigan texnologiya. Endi bu go'ngi ham tabiiysini qilsa 100% organik ketsa bo'ladi. Bu yerimiz olganimizga 6 yildan oshgan. Shu 5-6 yildan beri asosan biologiya bilan oziqlantiramiz. Herbitsid sepilmaydi, fungitsid deyarli qo'llanmaydi. Endi bir xil iceberglar ekamizda o'zini kuchi yetmay qolsa har zamonda zahar sepishimiz mumkin, ham juda ham kam miqdorda. Mana shunaqa qilib olib kelyapti. Bu yerda ko'proq yerda ham anaqasi bor. Yer ham shunga anaqasi unumdorlik darajasi ko'tarilgan. Bu oq yerga borib darrov berilsa 1 yilda bunaqaga erishilmaydi. Bu yillar davomida yer charchagan. Uni tiklash uchun 4 yil, 5 yil, 6 yil ketadi. Mana shu anaqasi. Mana shu qo'shnilarimiz ham
bolalarga bodring yediryapti-da. Dalalardan bir joydan olsa, ozgina qonni og'ritganda, mana bolalar bemalol yeyapti. O'sha selitri berilmagan hisobiga organizm yaxshi qabul qilar ekan bolalarga. Ha, albatta. Yozda ko'pchilik gapirdi-yu, qovundan yeb zaharlanish anaqalar bo'ldi-yu, ko'p narsalar bo'ldi, ko'pchilik biladi. Oldingi yili 2 yil oldinga qovun tarvuz ham ekkanmiz. Bari bilinadi, ekologichskiy bo'lganda mazasi bo'ladi. Saqlanish muddati ham ko'p, nitrat kam bo'lgandan keyin. Endi niyat bor, xudo xolasa endi o'zimiz qovunni yaxshi ko'ramiz. Lekin bozordan olgandan keyin bolalarimiz kasal bo'lgandek o'zim yemay qo'ydik. Endi keyingi yilda mo'ljal bor o'zimiz uchun pilotniy proyekt qilib qovun bilan tarvuz ekish. O'xshasa odamlarga mana taklif qilamiz, yoqsa, keyin xaridor ko'paysa, sekin ko'paytiramiz. Lekin hozir ekologik bozorga shuni olib chiqib qo'ysangiz, ko'pchilikni anaqasi yo'q. Tovar yo'q, ola olmaydi, ajrata olmaydi unaqasi. Qiziqqan odam bemalol anaqa qilishingiz mumkin, ekologik deb. Va buni bitta ishchilar emas, ana mahalladagilar ham yeb, hammasi mazza qilyapti. O'sha tepadan qarang, mana boshqa yerda kechaganda zamirskiy bo'ldi yana, qor yog'di hamma yoqda. O'shani salqini bo'lganda sal rangi anaqa bo'ldi, to'qlashib ketdi yani. Bizlarni bilsangiz mikrobiologiya beramiz. Mikrobiologiya bersa, ana go'ngga ham achish protsessini tezlashtiradi. Biz dori sotamiz, kimlardir olmay qoladi, ortib qoladi, bir xilda bu me'yoridan ham ko'p solinadi. U peridozirovka degan bo'lmaydi. Ko'p berilgan hisobi go'ng ham tezroq chiriydimi, o'simlik ham tezroq hazm bo'lishi ham tezlashadi. U ko'p sinalgan narsa. Mana mana sekin-sekin yani kun siganga mana yangi naychalar hosilni ham ko'paytiryapti. Mana mamamizga qarash kerak ko'proq. Tochka ro'z sog'lom chiqyapti. Gullayapti, shu hosil beryapti. Ancha mana bilan ko'ryapsizmi? Mana yangi naychalar. Mana aytayotgandek, mana yangi hosillar. Mayli endi kamroq hosil bersin, lekin ekologik zo'r chiqyapti. Ha, zo'r. Bu texnologiyani qilsa, dehqonlarga ham foydasi bor. Odamlarga berganda ham nima deydi? Vijdoningiz qiynalmaydi, hech qanaqa zaharli mahsulot Bu bermaysiz. turpon malhamida rivojlanish ham yaxshi bo'ldi. Mana hozir mana shu yerdagilar yarim gektardan 500 kilo, 600 kilo tersa, hozir 3 kunda bir ani kuni 1,5 tonnaga ham chiqib ketdi. 1,5 tonnaga ham chiqib ketdi. Shu hosildor hozir endi salqin bo'lgancha 700 kilo, 800 kilo hozir kechagindan yana o'zini 1 tonna 200, 1 tonna 300 ga chiqdi. Ko'pchilik qo'llab ko'rish kerak, ko'p sinaganlar bari bilinyapti, ko'p ekinlarda sinaganmiz. Baribir 30 yillik tajribadan kelib chiqib eksak, mineral ximiyaviy dehqonchilikdan ko'ra biologiyani potensiali kuchli. Bu chet ellik olimlar gapirgani, ulardan eshitib biz ham o'zimiz sinaganmiz. Hammasini tajribadan o'tsin, biz bilasiz-ku, necha yildan ko'p yildan beri qilib kelamiz. Mana ma'badlarni ko'ringlar mana. O'zi tabiiy o'tgan anaqasini ham mana oxiri bo'lsa ani qor yog'di deganga men harakat qilmadim-da. Qaytanga bir yashiradi. Ha, qarang, ko'k ana ko'kligin. Ha, shu begonotlarning foydasi borda bormi? O'tda ham o'simlikka bir-bir tabiatda aralashuvsa-da, foydasi bor bir-biriga. Ha, shunaqa deydi. O'sha ko'p ko'rdim manbalarda. Begonotlar albatta yordam beradi. Minerallarning o'zlashishiga ham yordam beradi. O'ziga Qaysidir hikmati bor ekan. Olimlarning gapi amaldagi isboti yana bu. Bu o't yo'q qilaman deb gerbitsid bosilaveradi, savozani qiladi, qilaveradi. U kitobda instruksiya yozgan bilan olimni tekshirishgan. 10 yildan keyin asorat chiqadi. Keyingi yilga hosil tormizlashtiradimi? Tormizlashgandan keyin oziq o'zlashish kamayadi, balans buzilgandan keyin kasal ham, hasharot ham tushadi. Zahar sepishga majbursiz. O'simlik har zahar berganingizda 4 kun 5 kun o'zidan o'zi tormiz qiladi. Uni tegida yana asorati bor. 4 kun o'zi tormiz qilganda, bu degani hosil har sepganingizda plankasi tushib boradi. O'zini maksimal potensialidan sekin-sekin tushib boradi. O'zi chet elda boshqacharoq qaragan yo'nalish ham bor. O'simlikning potensiali hosil berishi shuncha deyilsa, o'shani potensiali tushiradigan me'yor anaqalarni kamaytirish kerak. Biz pastdan turib ko'proq oziqa ber hosilga deymiz-ku, ularning anaqasida yo'nalish boshqa. Potensialini kamaytiradigan omillarni olish kerak. Shunda zo'r hosil oladi. Bizlarning sharoitga o'xshagan issiq sharoitlar bor. Hozir mana suvsizlik muammo-ku, biologiya bilan umuman lalmi usulda bug'doy, yozi johori ko'p narsalar yetishtiriladi. O'shani senga o'rganish kerak. Bu yerda ham shunaqa. Chunki endi tajribalar qilib o'zlashtirish kerak. Buni endi nima ancha ish bor buning uchun. Barakasini bersin, yaxshi tajriba bo'pti.
kelib ko'radiganlarga mana bemalol Ko'raman degan Kelishdi odam ekan. uchun bemalol muloqotga ochiqmiz, bemalol ko'rish mumkin. o'rtoqlar kelib ko'radiganlar, qiziqadiganlar, ishonmaydiganlarga imkoniyat berilyapti. Bemalol kelib Manzilimiz Etmadiy, Toshkent viloyati, Toshkent tumani. Keles shaharchasi Ko'kterak hududi. Qiziqqan Nurbek ham sizlar nomerini bersangiz bemalol Mhm. kelib ko'rishingiz mumkin. Lavhada qo'yib qo'yamiz raqamlaringizni. Olib bizani gapimizni tekshirish uchun laboratoriyaga solib tekshirish ham mumkin. Agar ilmiy xodimlar bo'lsa. Rahmat katta.